محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Rasul Akram sallallohu alayhi ve sellemning bizning dunyo oxiratimizga munosabatlik va dunyo oxiratimizga foydali bir ta'limotini bugun huzuringizga sunmoqchi. Bu voqelikni Abdullah ibn Salam degan zot naql qilgan. Bu Abdullah ibn Salam degan zot Yahudlarning katta mollaridan bir molla edi. Bu zot deydi, bir kunsi Madina xalqi voy payg'ambar kapti deb bir taraf ketib bordi, men shu taraf qarab mangdim deydi. Minib qarasam Rasulullohni ko'rdim deydi. Men Rasulullohning chiroyiga qarablam ma'adam mumkin emas, yolg'onchi odam emas dedim. Ya'ni chiroyi yolg'onchining chiroyi emas dedim deydi. Shunlar mening qulqimga tunjib kirgan so'z, ya'ni Rasulullohdan tunjib anglagan so'z mundaq so'z edi deydi. أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أي خلايق سلا salamni o'zaro salamni qanot yaydiringlar. O'zaro bir-biringlarga tamoq beringlar. O'zaro tuqqandochilikqa nihoyat zo'r ahamiyat beringlar. Kishilar uxlayotganda namoz o'qinglar. Ya'ni kechalari namoz o'qinglar. Mushunda qilsanglar jannatga tinch aman kirsizlar degan mush so'zni tunji bo'lib men Rasulullohdan anglagan dedi. Endi bu hadis sharifda 4 masala o'ttirib qo'yilgan. Dastlabki 3 masala bo'lsa bizning ijtimoiy aloqamizga munosabatlik. Yana eng oxirgi 4-masala bo'lsa Alloh bilan bizning o'rtasimizdagi aloqaga munosabatli qarindoshlar. Birinchi masala bo'lsa salomni umumlashtiringlar dedi. O'zaro musulmonlar bir-biriga salom qilishi, kichiklarning cho'nglarga, ultug'anlarning o'tkitpag'anlarning ultug'anlarga mushundoq o'zaro salom qilishi bu ajoyib oliyjanob axloq. Bu assalom degan Alloh subhanahu va taolaning 99 go'zal ism sifatlarining bir sifati qarindoshlar. Bu salom bo'lsa musulmonlarning o'zaro aloqasini yaxshilaydi, o'zaro muhabbatni chingtidi. Shunga Rasulullohdan ya Rasululloh islomdagi eng afzal amal qasi desa salomni umumlashtirish degan. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bir hadisda shunda dedi: "La tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu." Ya'ni Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shunda dedi: "Sizlar komil musulmon bo'lmay turib jannatga kirmaysiz. Va o'zaro bir-biringlarni so'ymay turib komil musulmon bo'lolmaysizlar. Men sizlarning komil o'zaro bir suydigan bir ittifoq musulmon bo'ladigan bir yo'lni sizlar ko'rsatib beraymi? U bo'lsa o'zaro salomni umumlashtiringlar degan qarindoshlar. Bu salom mushundaq bizning ijtimoiy aloqamizda nihoyat muhim. Ikkinchi masala bo'lsa at'imut ta'am dedi. O'zaro bir-biringga tamoq beringlar dedi. Endi bir musulmonlar o'zaro bir yerda haftada bir qatam o'tirib tamoq yeyishib, voy qarindishim deb hol ahvol so'rashib, iymonlashib, islomlashib, bir-birini yaxshi yo'lga dalolat qilib, yaxshi gaplarni deyishib, Allohning so'zidan o'zaro bir-biriga yetkazib, dard alamlarni anglab, da'diga yetib, ehtiyoji bo'lsa o'zaro bir-birining ehtiyojini chiqib o'ltirish nihoyat ulug' ish. Masalan, baylar kambag'allarga tamoq berish, o'zaro do'stlar bir-biriga tamoq berish, haftada bir qatim jami bo'lib, o'sha yaxshi yo'l, yaxshi ish, yaxshi maslahatlarni, yaxshi g'oyalarni o'ttirib qo'yib, dinning g'amini, musulmonlarning g'amini yeyishib, mushunda qo'lni qo'lga tirab, mushunda do'stlikni chingtib turish bu nihoyat ulug' ish qarindoshlar. Uchinchisi bo'lsa tuqqandochilikni nihoyat ching tutish. Dinimizda tuqqandochilik nihoyat muhim o'rin egallaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mush tuqqandochilikni joyida ato qilmagan odam jannatga kirmaydi degan hadis bor.
Bizi bilan tuqqanlarni bo'lgan, ya'ni ota tarafdan, ona tarafdan bo'lgan tuqqanlarga biz tuqqandochilik yetkazamiz. Agar boy bo'lsak, azdul iqtisodiy jihatdan yordam qilib, bilimli bo'lsak, bilim jihatdan yordam qilib, ular bilan davom uylarga berib ziyorat yo'qlash, hech bo'lmasa tilpullarda hol ahvol so'rashdak, ularning beshiga kunchisi qarab turmaslik, ularga dard alam kelsa tasalli berish, xo'shal bo'lsa xo'shallikqa xo'shallik qo'shib, ularning xo'shalligiga hambahri bo'lish. Mana bu bak muhim masala qarindoshlar. 4-inchisi bo'lsa, shu kechis qo'p namoz o'qish. Mana bu uchi bilan insonlar bilan bo'lgan aloqamizni yaxshilaymiz. Kechis qo'p namoz o'qish bilan Allohga bo'lgan aloqamizni yaxshilaymiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda farzdilli qilib qolsa, eng yaxshi namoz kechalari qo'p o'qilgan namoz degan. Qarindoshlar, bu kechis o'qigan namozning boshqacha lazzati bo'ladi. Bizning qalbimizni paklashda, Allohga yaqinchilik qilishimizda kechis o'qilgan namoz nihoyat zo'r ahamiyatga ega. Hadis shariflarda shundoq bir hadislar bayon qilingan. Osmonda yashaydigan farishtalar mushu kechis namoz o'qiydigan odamlarning bir kecha qo'polmay qolib qolsa, unda qarab xuddi osmonda turib biz yulduzni ko'rgandek bizning uyimizdan bir nurni ko'rdi deydi. Shu kechilar qo'p namoz o'qiyamagan odam shu bir kun namoz o'qiyamasa, voy falon uydan keldigan nur bugun kelmayotdi, ular og'rib qolganmidi, nim bo'lgandi deb bizdan ansiraydigan kech namoz o'qimay qolgan odamning mush holati bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun biz yuqori ishni qilsak, insonlar bilan bo'lgan aloqamiz yaxshilanadi. Kech namoz o'qisak, Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan aloqamiz yaxshilandi. Mana shunday qilib biz sog' salomat jannatga kirib olaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.